Kia K5 ishqibozlariga qop-qorasi o'rtoqlar Sergeli mashina bozoridan. Xo'p o'rtoqlar, Kia ishqibozlariga do'stlar, Kia qatoridan Kia Sorento o'rtoqlar. K5 bor ekan o'rtoqlar. Aka 23 a? 23 8,5 ming yurgan. Xo'p akalar, Kia Sportage olmoqchi bo'lib yurganlarga 23 7-pozitsiya o'rtoqlar puli ekan. 2,5 bor ekan, 3,5 motorlik. Aka Sorento nech pul dedik? Do'stlar, Kia Seltos ishqibozlariga 2-pozitsiya 22. 23 14 ming yurgan. 14 ming yurgan ekan o'rtoqlar, BYD Sigul. Bilaman, hozir quyida keltiriladigan muammolardan hech bo'lmaganda ikkitasi sizda bor. Gijjalarni yo'qotuvchi katta qorni borlarga maxsus massajyor apparatlar, bo'g'im og'riqlari, revmatizm, artrit, poliartrit, osteoxondroz, bo'y pastlik, buyrak, jigar, oshqozondagi yallig'lanishlar, protein, kreatin, geyner, aminokislota kabi barcha turdagi sport ozuqalarini sof savdo onlayn magazini orqali topishingiz mumkin. Butun Rossiya va O'zbekiston bo'ylab yetkazib berish xizmati mavjud. Xo'p o'rtoqlar, Kia ishqibozlariga do'stlar, Kia qatoridan Kia Sorento o'rtoqlar. 2,5 motorlikning puli 23 10 ming yurgan ekan o'rtoqlar, bor yo'g'i kraskalari ham toza. Ko'rinishi oldim o'rtoqlari derski to'pda. Bo'lon holati ham o'ta go'zal o'rtoqlar, a'lo darajada deb qo'yamiz endi. Qo'l panoramnik tom, salon holati. O'rtoqlar 10.126 kilometr ko'rsatib turibdi. Tablomiz ham terlatmaydigan perforativniy o'rindiqlar kojinniy. Mana monitor, avtohold, parking hamma yog'i bor. Do'stlar, shunaqa holatda 7 mestalik o'rtoqlar puli. Shuni ham eslatib ketamiz. 7 mestalik. Orqa tomonlarning ko'rinishi Sorento'mizni 4X polni kredit o'rtoqlar mashina. Mana sal orqa tomonlari, orqa o'rindiqlari yotqizib qo'ysa, bagaj ham kengina, kattagina bo'ladi. Qo'shimcha jihozlari. O'rtoqlar, zadniy kamera, hamma yog'i bor. Biz narxlarni bilib ketamiz. O'rtoqlar, aloqaga chiqaverasizlar. 95lik 365 08 58 ga. Aka, bunimizni qancha qilib beramiz? 38 dan o'tib beramiz aka. 38 mingdan. 39 mingdan degan. 39 mingdan o'tib beradigan joyi bor. Xudo xolasa chiroyli qilib kelishtirib beramiz aka. Bo'ldi aka. Xo'p akalar, Kia Sportage olmoqchi bo'lib yurganlarga 23 7-pozitsiya o'rtoqlar puli ekan, 2,5 motorlik. Yurgani bor yo'g'i 50 ming kilometr bo'pti yiliga yarasha. Xo'p, 99lik 3.0 94 99 ga aloqaga chiqasizlar. Bo'lon holati. Diskalarni lekin takoyidan taqib qo'yishdi. Qop-qorasi, kraskalari toza deyishdi, polni panoramnik tom. Xo'p, salon holati o'rtoqlar shaybali ko'rsa ekan mashinamizda 7-pozitsiya. Start stop knopkalari 54991 kilometr. Mana o'rtoqlar holati. Xo'p, termlatmaydigan perforativniy o'rindiqlar. Akustikалari ham bunaqa firmaniki ekan. Abduf Abagres hamma yog'i bor. Orqa tomonlari. Mana do'stlar, Kia Sportage qop-qora. Lekin udar mashina X-Line. Mana do'stlar. Ikkinchi qanotli. Aloqaga chiqasizlar. Nomerlarni aytib o'tib ketdim. Pardonlari. Ostlari mana zapaskalari. Xudo xolasa narxidan chiroyli qilib kelishtirib berishadi. Nech pul qilib beramiz degandik aka buni? 34 ming ekan o'rtoqlar, kamini qilib berishadi. 3.0 94 3.0 94 99 ga aloqaga chiqasizlar. 99 kodi bilan. K5 bor ekan o'rtoqlar. Aka 23 a? 23 8,5 ming yurgan. 5-pozitsiyasi, kraskasi toza. Kraskalari toza. 2 motorlik to'g'rimi? Da, 2 motorlik bo'ladi. Mana do'stlar, bo'lgan holat. Nexen o'rta holatda 23 8,5 ming yurgan, polni panoramnik tom mana ko'rindi. Xo'p, 8576 kilometr do'stlar. Mana
kabish ishqibozlari bo'lsa oramizda. Olmoqchi bo'lib yurganlarga ham yuborib qo'yasizlar. Ma'lumot bo'ladi. Narx qanaqa bo'lyapti, shu bo'yicha ma'lumotlar berib o'tilmoqda. Ya bismillah. Mana do'stlar. Narxini so'rab ketamiz. Xatolar aloqaga chiqib qo'yaverasizlar. Xo'p, nomerlari 90lik 352 96 71. Aka buni qancha qilib beramiz? Buni 28,5 dan kirishtirib beramiz aka. 28500 dan o'tib beramiz, ha? Mana do'stlar, 28,5. aloqaga chiqasizlar. Aka bozoringiz bersin. Do'stlar, Kia Seltos ishqibozlariga ikkinchi pozitsiya 22. Kraskalar toza dedik, ha? Yurgani qancha bo'lgan ekan? 18 ming yurgan ekan. Yurgani juda kam ekan lekin. Ha, o'rtoqlar. Holat bo'lsa ideal. Mana. Kelar Seltos. Kumpo qolonlarda. Adashmasam o'ziniki ham kumpo bo'ladi. 5 panorama bo'ladi o'rtoqlar. Ikkinchi pozitsiyasi eslatib o'tamiz ma'lumot uchun. Mana 18537 kilometr. Mana bu yoqlar koja, plastmas. Xo'p, holati, material o'rindiqlari, avtomat, monitorlari, orqa tomonlari mana. Yaxshi lekin holat. To'g'ri Seltos. Faralarda shunaqa bo'lib chiqqan ekan 21, 22 larida. Bismillah. Poliklari bor ekan bonusiga. Ostlar. Ko'rasizlar, yoqsa albatta xarid qilamiz, yoqmasa hammasi tekshirtirib o'rtoqlar olishni maslahat beraman. Mashina olayotganda обязательно probegi и kraskasini. Aka bu narxi nech pul ekan? Qancha qilib beramiz? Qancha? 22 ming savdosi bor. Oynadagi nomer siznikimi aka? Mana. To'g'lar 90lik 909 77 79 ga mana aloqaga chiqaverasizlar ikkalasiga. Sigul ham sizdanmi aka? Qancha bo'lyapti sigullar hozir? Sigul 13,5. 13500. Chiqqan vaqt qanaqa edi? Salonda qimmatroq. 23-yil. Aha, 23. 14 ming yurgan. 14 ming yurgan ekan o'rtoqlar, bu yo'ydi sigul. Mana do'stlar, qopqola. Kraskasi qanday ekan? Top toza, ha? Mana. Qancha yurib beryapti ekan Zariyada aka? Mana qo'llar nomerlar. 405 kilometr. 405. To'g'lar, salon holati mana. Bismillah. Bu yo'yda sigul, skorslar mana bu yoqda edi, mana adashmasam men. To'g'lar jo'stikchalar. Ko'rinishi, monitori, беспроводный zaryadka, podstakannik, mana bu yoqda ham karmashka joylari bor ekan, narsalar qo'yib qo'yishga. Lekin salon holati, ranglari juda ajoyib ekan. 13500 deyishdimi? Yaxshi. Boshida kelgan paytda sigullarimiz 16 ming, 17 ming salon narxi edi. Endi bozorda anchagina qulayroq narxda, kraskalari toza deyishdi. Holati yaxshi ekan, 400 kilometr yurib berar ekan. Aka 13 ming qancha dedik? 13500 savdosi bor. Mana. Kamchilik yo'q, xudo xolasa. Kamchiligi yo'q. Charchamang aka, savdangiz bersin. Kia K5 ishqibozlariga qop-qorasi o'rtoqlar Sergeli mashina bozoridan 4-pozitsiya 2 motorlik. Mana do'stlar. Ko'rinishi. 53 ming yurgan ekan, kraskalari ham toza, balon holati. Diska holati mana taniq. Tonirovkalari ham urib qo'yilgan, tayyor. Mana do'stlar 53549 kilometr. Podstakannik, mana bunaqa terlatmaydigan perforativli o'rindiqlar. Oyoq ostidagi ham poliklari ham chetkisidan tashab qo'yishibdi. Bu podstakannik joylari Sidney Bagrev. Hamma yog'i bor, zaryadnik. Mana do'stlar. Yopilishlari, tonirovka ruxsatlari aka? Bor. Ruxsati bor, 6 oy ruxsati bor ekan. Narxini qanchaga beramiz aka buni? 23500. 23500. Mashina xudo xolasa tiniq. Chalo. Nomeringizni eslatib ketay ekan. 94 100
53 ga aloqaga chiqaverasizlar. Bor ekan 3,5 motorlik. Aka Sorento nech pul dedik? 42 ming 3,5 motorligi. Sog'lar. Kraskasi tozami aka? Kraskalari top-toza ekan o'rtoqlar. 42 mingga 3,5 motorlik. Arziydimi? Top nomerlarni ko'rsatib o'tib ketaman. Kia Sorento 3,5 LT 22-yil 25 ming yurgan ekan. Kraskalari toza 99lik 3.0 94 99 ga aloqa chiqaverasizlar.